Assalomu alaykum. Bugun biz nevroz o'zi qanday paydo bo'ladi, uning alomatlari nimadan, uni diagnoz qilishni o'rganamiz. Xo'p, birinchi ishimizni boshlasak, diagnoz, ya'ni tashxis qiladigan bo'lsak, tanadagi alomatlarni o'rganib chiqishimiz kerak. Bosh aylanishi bormi, og'iz quriyaptimi, quloqda shovqin, ko'zini xiralashishi, tomoqda shish, tiqilish, charchoq, qarsillamay tebranish, tanadagi holsizlik, ko'ksingizdagi noxush his, dalinani bir ko'tarilishi, bir tushib ketishi, nafasni qisilishi, yurak urishi ritmini buzilishi, xo'p, tanadagi qattiqlik, qattiq bo'lib qoladi tanada, tez tanani sovishi yoki isib qolishi, xo'p, qorindagi diskomfort, noqulaylik, tanadagi titroq, qanaqadir qaltiraydi bo'lib qoladi, tualetga tez qatnaydigan bo'lib qoladi, oyoqda quvvatsizlik bo'ladi, rostakam emasdek tuyuladi narsalar, yuragidagi beqaror, yursa qarada yurib ketayotgandek bo'ladi. Xo'p, bosh qismida qisilish bo'ladi, Xuddiki bu ish u bilan emasdek tuyuladi. Bu mana bu tanadagi alomatlar. Mana bu menda nima ekan desa, siz nevroz emassiz, sog'siz, salomatsiz deb qo'yib yuborsa, mana bu alomatlar yo'qolib ketganini biladi-da u. Mana alomatlarda kimdadir 5 ta, kimdadir 4 ta, kimdadir 2 ta, lekin birortasi bo'lsa ham bo'lmaydigan bo'lsa, u nevrozning alomatlari hali chiqmagan bo'ladi. Endi bundan tashqari nevroz bo'layotgan odamda, nevroz holatga tushib qolayotgan odamda tez salga xafa bo'ladigan emotsional holat bo'ladi. Sal narsaga xafa bo'ladi, yig'loq bo'lib qoladi. Biror narsada yig'lash shart bo'lmagan narsalarga ham yig'laydigan bo'lib qoladi. Jahldor, biror narsa bir tegib ketsa ham "a" deb portlaydigan, bir stolni biror narsa taqat qurib ketsa ham jahli chiqib portlaydigan bo'lib qoladi. U doimiy holatda asabiy yurishni boshlaydi. Muammolari nimada bo'ladi? Muammolari uyqusizlik bo'lib qoladi, uxlolmay qoladi. Ishtahasi yoki yo'qolib ketadi yoki juda ham ortiqcha bo'lib ketadi ishtaha. Yeyishda hech narsaga qiziqmay qoladi. Uni xuddi bir hafsalasi pir bo'lib hech narsaga qiziqmay qoladi. Yoki bo'lmasa tozalikka qattiq e'tibor beradigan bo'ladi. Qo'lini tez yuvadigan, biron narsa bo'lsa tozalikka qattiq e'tibor berib qoladigan bo'ladi. Odamlarga qo'shila olmay qolishi mumkin. Odamlarga chiqa olmaydi, qo'shila olmay qolishi mumkin. Doimiy kelajakdan xavotir qiladi. Nimadir bo'ladi deb xavotir bo'ladi. Stressda, depressiyada yuradi. Endi bundan tashqari mana bu nevroz holatiga kirayotgan yoki kirib bo'lgan odamlarda ortiqcha xavotir bo'lishni boshlanadi. Ya'ni mijoz o'z sog'lig'i uchun qo'rqadi. Yurak o'lib ketadimi, nimadir holat qo'lida bir narsa ko'rib qoladimi, nimadir holat tanasida sezib qolsa bo'ldi, uje men bir narsa bo'laman, doktorga boradi, doktor borsa hamma yoq sog'lom, lekin yana nimadir borda deb o'zini nimasidan qo'rqib, o'lib qolmasam deb qo'rqadi. Va mijoz o'z psixikasidan, aqldan ozib qolaman shekilli deb o'z psixikasidan, birov misol uchun uyga kirib ketyapti, kalit qolib ketdi. Men uje kallam nimadir ishlamay qoldi yoki telefon bir yerda qolib ketdi, esidan chiqib qolibdi. Shundan keyin uje menda xotira chatoq bo'lyapti, nimadir bo'lyapti, men aqldan ozib qolishim mumkin degan qo'rquv. Mijoz o'ziga nisbatan odamlarning negativ munosabatlaridan qo'rqadi. Mana shunaqa bo'lsa, men odamlar bunday deysachi, odamlar bunday deysachi, odamlar unaqa qilsachi, menga bunaqa qilsachi, qisqasi odamlarning fikrlaridan, negativ fikrlardan qo'rquv bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari odamlarda endi yaxshiki panik ataka berganlari bor. Nevroz panik ataka bergan. Ular endi mana bundan o'tib ketgan holatdagilar. Ya'ni panik ataka, vahima hujum bo'lganda hozir menga nafas yetmay bo'g'ilib o'laman deb 30 sekund bir ba'zilarda 2 minutgacha shunaqa xavotirli, qo'rqinch bo'ladi. Yoki hozir o'zimni nazorat qila olmay qolaman va aqldan ozaman deb o'zini nazorat qilishga urinadi. Ana shu qanaqadir 30 sekund, 2 minut, 3 minut oralig'ida shunaqa panik ataka bo'lib o'tadi. Yoki odamlar men haqimda o'zida emas, nenormalniy deyishadi deb ana shu narsani miyasiga keltirib qo'rqib ketadi-da, shu panik ataka bo'lgan holatda. Hozir hushimdan ketib, keyinchalik xotiramni yo'qotib qo'yaman, hozir hushimdan ketib yiqilaman, shu bilan keyin ko'zim ochganda xotiramni yo'qotib qo'yaman deb qo'rqadi. Yurak bilan nimadir bo'lyapti, misol uchun yuragi tez urib ketayotgan bo'lsa, infarkt bo'lib qolamanmikin, insult bo'lib qolamanmikin, hozir qon tomirlarim yorilib ketsa-chi, yuragim to'xtab qolsa-chi deb vahima qiladi. Endi bularni hammasini boshida kelib chiqish dastlabki qismi borda, bularni dastlabki qismi. Dastlab miyaga kelgan xayolga nisbatan qo'rqinchli negativ anglov idrok bo'ladi odamda. Misol uchun ko'chaga chiqishim kerak desa, ko'chaga chiqsam nimadir bo'lsa-chi, yiqilib ketsam-chi, o'lib qolsam-chi, qisqasi negativ fikrlari bo'ladi. Negativ fikrlar. Biror salbiy voqelikka
yopishib ketsa shu narsa, ya'ni misol uchun shu narsani o'ylab turib, rostdan shunaqaroq ish bo'lib qoldi, qanaqadir. Mana shunaqa o'lib qolsamman deb tursa, qo'shnisi o'lib qoldi. Shunaqa salbiy voqelik bo'ldida, sразу uni bog'lab oldida, ilojsiz, imkonsiz holga tushganday bo'ldi. Birinchi nevrozni boshlanishi bo'ldi. Nevrozni boshlanishi bo'lgandan keyin u mana bu aytlardan bittasi, ya'ni o'lib qolamanni bittasi panik ataka ketdi. Panik atakadan keyin o'ziga keladi-yu, yarim soatmi, 15 minutdan keyin o'ziga kelgandan keyin qo'rquv yana boshlanadi. Takrorlansa-chi bu narsa? Yana qo'rquv, takrorlansa-chi? Takrorlangan qo'rquv bo'lgandan keyin alomatlar bo'lishni boshlaydi уже. Alomatlar bosh aylanishi, og'iz qurishi, quloq, bulardan bitta alomatlardan bittasi bo'lishni boshlagandan keyin alomatni ko'rsa, уже yana qo'rquv. Qo'rquv, endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Qo'rquv bo'lishni boshlagandan keyin uyqusizlik, ishtaha yo'q, yana shunaqa narsa bo'lgandan keyin yana panik ataka. Yana panik ataka, yana bu narsa to'xtovsiz ishlovchi xavotir kasallik mashinasini ishga tushiradi. Bunga nima demoqchimiz? Biz hozir diagnoz qo'yishni sizga o'rgatdik. Bularni hammasidan mana bularni birortasini olib tashlashligimiz bilan, asosiysi anglovdagi, tasavvurdagi negativ fikrlarni olib tashlashligimiz bilan mana shu panik atakani hamma turlaridan xalos bo'lasiz. To'g'ri, bu oson bo'lmaydi. Lekin agar shu videolarimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, shularning ichidan qay biri sizda bor bo'ladigan bo'lsa, bizga qoldirsangiz, mana shu narsalarni yozib bizga qoldiradigan bo'lsangiz, biz sizga amaliy yordam berishga harakat qilamiz. Va hozirgi darsligimizda bu diagnoz qilish bo'yicha bo'ldi. Keyingi darslarimizda mana shulardan qanday qutulish bo'yicha to'liq ma'lumotlar beramiz.